Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Kuninglar yaxshi o'tyaptimi? Shambinglar yaxshi o'tyaptimi? Demasdan gapirishni ikkinchi popitkasi. Sizlar bilan bitta g'oyam bo'lishmoqchiman. Hozir posilka keldi. Ochib tushuntiraman sizlarga. Nima o'yladim? Xullas, qizimni o'qish kulturasiga o'rgatmoqchiman. O'qish bu o'zim uchun kitob o'qimaganim uchun o'zimda shu narsani o'rgatmoqchiman. Privichkasiga kiritmoqchiman. Xullas, ko'p kitoblar zakaz qildim. O'shalar hozir kelibdi. Sizlar bilan bitta obzor qilib ko'rmoqchiman. Xullas, mana kitoblar. Bitta kitobni o'zi o'qitdim. Har kuni bitta bo'limdan o'qiyapti. Kichkina bo'lsa ikkita bo'lim, katta bo'lsa bitta bo'lim. Xullas, men buni topdim Amazondan. My First Classic for Children. Bolalar uchun mana bu 4 ta klassik mировой bestsellerlar. Alice's Adventure in Wonderland, Alisani Wonderlanddagi bunaqasi adventure, sayohati, keyin Oliver Twist, Little Women, Adventures of Tom Sawyer adventurelari. Yana bitta kitobi. Mana shu kitobni anchadan beri qizimga o'qitirmoqchi edim. Mana bu Kichkina Prins, Little Prince. Bu очень adaptirованный bolalar uchun kichkina. O'zimning sevimlini ham esimdan chiqarmadim. Mana bu kitobni oldim. Let them. Pust degani. Xullas, bu kitob hayotda dunyoqarashingizni o'zgartirishga yordam beradigan kitob. Orqasini tez o'qib tarjima qilib berishga sizlarga harakat qilaman. If you struggle to achieve your goals or feel a little happier, the problem isn't you. The problem is the power you give to others. Agar bu narsaga erishishga qiynalgan bo'lsanglar hayotingizda, o'zingizlarni ozginaroq xursand his qila olmayotgan bo'lsanglar, bu sizlarning aybingiz emas. Aslida sizlar boshqa odamlarga berayotgan kuch, ya'ni sizlar o'zingizlarni shunaqa his qildirishga, boshqalarga qo'liga shu narsani topshirib qo'yasizlar degan ma'noda. Juda ko'p odam tavsiya qildi menga. Mel Robbins kitobi balki tarjimasi bor. Yana a life changing tool that millions of people can't stop talking about. Hayot o'zgartiradigan instrument. Million odamlar bu narsa haqida gapirishdan to'xtamayapti degan kitob. Mana bunaqa talshinadi. Bilmayman, balki har kuni mana bitta bo'limdan ozgina o'qib chiqaman va sizlar bilan bo'lishaman qanchalik meni hayotimni o'zgartira oladi. Chunki o'zimdan bilaman, juda ko'p odamlarni qo'shqa o'ziga qarashga o'rganib qolganmiz. Voy, u menga unaqa qaryapti, voy bu menga unaqa dedi, men nima qildim? O'zingizdan hadeb ayb qidiraverasiz. O'shanga o'shani ustidan ishlash uchun yaxshi kitob deb o'ylayman.